Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xulqlari mu'minlar uchun ibrat namuna hisoblanadi. U zotning xulqlari nima bo'lgan? Barcha yomon so'zlardan, ishlardan tiyilish, odamlar bilan muomalada ovozini baland ko'tarmaslik, kechirimli bo'lish, zimmasidagi vazifani bajarishda sustkashlik qilmaslik, ko'p kulmaslik, hojatmandlarning hojatlarini ravo qilishga shoshilishlik, oilasiga uy ishlarida ko'mak berish, hayitlarda, to'ylarda eng yaxshi kiyimlarni kiyish, oz ovqat bilan kifoyalanishlik, ortiqcha maqtovga rozi bo'lmaslik, birovga aziyat berish mumkin bo'lgan so'zlarni hazillashib ham aytmaslik, do'stlarini birontasiga ham yomon ko'z bilan qaramaslik, shirin so'zli bo'lish, faqat rost gapni gapirish, insonlarga ham hayvonlarga ham rahm shafqatli bo'lish, baxillik qilmaslik, tungi uyquda erta yotib, erta turish, jamoat namoziga kechikmaslik, g'azabi kelganda a'udhu billahi minash shaytonir rojim deyish, ko'p gapirishdan tiyilish, Qur'oni Karimni tushunib, tadabbur bilan qiroat qilish va o'zgalarni tilovatni ham tinglab yurish, doim xushbo'yliklar ishlatib yurish, doim misvok ishlatib yurish, shijoatli bo'lish, o'zining zarariga bo'lsa ham haqni gapirish, insonlarning nasihatlarini qabul qilish, ayollari va farzandlari o'rtasida adolat bilan ish yuritish, insonlarning aziyatlariga sabrli bo'lish, o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani boshqalarga ham ravo ko'rish, salomni ko'paytirish,